Assalomu alaykum internet tarmog'ida kuzatib boruvchilar. 2-may shtammovka pechat darvozamizni eng full variantdagi pechat darvozamizni o'zimiz Namangan Yorqo'rg'onga kelib ustanovka qilib chiroyli o'rnatib berdik. Bo'yiga 3.30, eniga 2.5. Darvozamizga ishlatilgan materiallar yondorra 8 ga 6, stenkasi 2 bo'ldi. Tagi shivellar 10 ga 5, to'qilgan ramkalar 6 ga 4, stenkasi 1.5 bo'ldi. Lisimiz o'sha 1.3. Nerjemenga foydalandik bezak uchun. Versace palasi 3.2, zamoklar Zuber zamok har doimgidek ishlashlariga orqa tomoni ham mana shu germetekslarni sochib o'zidan zang chiqarmaslik uchun akkuratni cho'tki qilib o'rnatib berdik. Zazorlari ham misol katta emas, chiroyli o'rnatib berdik. Kimga kerak bo'lsa, zamogimiz ham ochilib yopilishiga ahamiyat berasizlar. Kimga kerak bo'lsa bemalol pastdagi nomer, pastdagi profillarga biz bilan bog'lanaverasizlar. 12 ta viloyatga xizmat ko'rsatamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Doimo xizmatdamiz. Kerakli insonga bu videomizni jo'nataverasizlar.